Og'riyapti. Ishlamayman-ku. Mana shu ver og'riydi. Ver og'riydi. Alohida og'riqdi. Bo'lakada olib yurdikda, doktor aytdi, sizniki nerv, ana shol nerv bo'lsa kerak deb 5-yilga shunga o'xshab qoldi. Mana yerdan 7 santimetr nerv olib tashladi birinchidan. Orqa miyadan operatsiya bo'ldim. Keyin 16-yil Xitoyga bordim. Xitoyda menga Nurmanin kesin mana bir kunda xolos bo'ldik og'riqdan. Sizlarga katta rahmat hammalaringizga. Siz Toshkent viloyatidanmisiz? Toshkent Qibraydan. Qibraydan. Familiyangiz nima? Xudayar. Ismingiz nima? Mahmad Said. Nechinchi yilsiz? 1970. Sizni nima bezovta qilyapti hozir? Og'riyapti. O'ng tarafda og'riq bo'lyapti. Qayerlarda og'riq bo'ladi? Bizga hamma joy og'riydi. O'sha og'riydi. Shu yerdan boshlanib bu yerga chiqib ketadimi? Yo'q. Shoxi ham og'riydi, xullas. Cho'la shoxi ham og'riydi. Mashinalar ham og'riydimi o'zi alohida? Yo bu yer og'risa og'riydimi? Yo'q, alohida ham og'riydi. Ishlamayman-ku. Mana shu ver og'riydi. Ver og'riydi. Alohida ham og'riqdi. Bu yerda o'zi ham og'riydimi? Bunday ushlab qolasizmi? Bu yer og'rimasdan alohida o'zi ham og'riydimi? Qancha vaqt bo'ldi boshlanganiga? 15 yil bo'ldi. Birinchi qayerdan boshlandi og'riq? Tishingiz og'ridimi? Qayeringiz og'ridi? Birinchi shu 5 yil bo'lakada olib yurdikda, doktor aytdi, sizniki nerv, ana shol nerv bo'lsa kerak deb 5-yilga shunga o'xshab qoldi. Ungacha stomatolog blokada urib qo'yardi. Qancha yetardi o'sha blokadasi? 1 yilga yetdi, kuzda borib, yarim soat og'risa. Aha. Keyin 4-yillar aytdi, sizniki shu shol nerv o'zi boshdan aytmaganda, obormagan. Keyin oyog'i eng anasi chiqib ketdi-da shunaqa. Keyin blokada ham yordam bermay qo'ydimi? Qissa ham to'xtamay qoldimi og'riq? Blokada shu ma'lum muddat yordam beradi-da. Mana shu yuzimga 3 talab ukkal o'yargan. Ko'p bo'lmasa 5 ta olmasa. Mana shundayga yuz joqdan qilgan. Ichidan hamma joy. Hozir nima dori ichyapsiz? Karmamizifin. Nechta ichasiz shu doridan kuniga? 10 ta. 2 mahaldan 5 ming ichayapman. 10 dona ichasiz kuniga. Endi o'qituvchiman, dars berishim kerak. Darsdan oldin ichib dars kirib ketaman keyin. Ha, sizniki gapiradigan ish ekanda. Qanaqa operatsiyalar o'tkazilgan sizda? Mana yerdan 7 santimetr nerv olib tashladi birinchidan. Qachon bo'lgan o'sha operatsiyasi? 2012-yillarmidi. Birinchi bir yerdan qirildi, ya'ni nerv doktor qirqib qo'ydi, nervni qirqib olib tashladi. Mana suyoq qo'ygan keyin. Keyin orqa miyadan operatsiya bo'ldim. Yili 8 oy og'rimay ketdi-da, yana og'riy boshladi. U qachon qilindi o'sha quloq orqasidan qilingan operatsiya? 2012-yillar. 8 oy yaxshi. 8 oy yaxshi. Keyin 16-yil Xitoyga bordim. Xitoyda menga Nurmanin Gammon deydi nomi. Gammon. Keyin hozirgi men og'riydigan holatim, mana oldin 100% bo'lsa, bir 30-40% og'riydi. Unaqa boyagi mixday urib, mana ko'zdan olov chiqib ketish yo'qda. 30% ham umuman chidab olmaydi. Mana hozir Gammonojni Xitoyda qildirib kelganingizdan keyin qanchadan keyin qoldi og'rig'ingiz? yo'q, 6 oydan keyin. Hozir nima qo'zg'atadi siz og'rig'ingizni? Hozir og'riq to'xtamayapti. Masalan, yuzingiz yuvsangiz og'riydimi? Boshqa og'riydimi? Issiq suvga bir amallab yuvib olaman-da. Tish yuvayotganda og'riydi, ha? Tish yuvolmayman gap aytsa. Quloqning orqasidan operatsiya qildirgan bemorlarni qilganmiz. Sizga o'xshab. Gammonoj olgan bemorlarni qilganmiz. Endi u hammaning imkoniyati yo'q, unga qimmat, chet elga borish kerak, boshqa. Mana qirqtirgan bemorlar bor. Unaqalardan 300 tasini qilganmiz. Nima bo'lgan siz desa, qirqtirganman deydi. Hozir motivatsiya berdim, ya. Qo'rqmang dedingizmi? Taqdirda qarang, ikkalalariga ham kam uchraydigan, bu yo'q, вообще редкий odam. Редкий odam. Endi sizdaqa bemorlardan biz qilganmiz. Biz 50 dan oshiq qilganmiz. 50 dan ko'proq odamni shu 40 yildan oshiq og'rigan bemorlar. Bu kishi umuman bizda nimamizda uchramagan.
Bunaqa anaqa kasal bemor. Bu yoqda unikalnosti shunaqaki, bu yoq 3 choqli nerv nevralgiyasi bilan 17 yildan beri og'riydi. 17 yildan beri og'riydi. 2008-yili boshlangan kasalligi. Undan keyin 2010-yildami haligi 10-yilgacha blokada olib yurgansiz faqat. Yuzidan shu blokadalar olib yurgan. Keyin 2011-yilda hali ichidan qirqib nervini. Kecha kesib olib tashlagan ichki qismidan. 7 santimetr. 7 santimetrcha shu nervini olib tashlagan. Undan keyin ham bir ma'lum bir muddat 5-6 oymi yaxshi yurgansiz. Yo'q, ta'sir qilmadi. O ta'sir qilmadimi sizga? Xo'sh, uni qildirdi 2011-yilda. 2012-yilda kecha bizga aytish bo'yicha mikrovaskulyar dekompressiya degan operatsiyasi bor. Quloqlar tarafidan ochib qilingan operatsiyani qildirgansiz 2012-yilda. Keyin 2016-yilda bu kishi Xitoyga borib, Xitoyda shu masofadan turib haligi olib tashlashga qiyin bo'lgan o'smalarni masofadan turib yo'qotadigan gamma noj degan texnologiya bor. O'zbekistonda yo'q, boshqa davlatlarda ko'p rivojlangan mamlakatlarda mavjud. Lekin juda ham qimmat turadi. Shu operatsiyani o'tkazdi. Keyin bir 3 yilga yaqin yaxshi yurdingiz. 3 yilga yaqin yaxshi yurdi. Yana boshladi. Keyin yana og'rishni boshladi. Endi mana kecha o'zi aytayapti, bizga juda ko'p bemorlarni jo'natgan ekan, yuborgan ekan. O'shalar aytdi menga boring deb. O'zingiz Bir jo'natgan aka xotin olib kelgan, kecha aytdi, o'sha telefon qilib uka boring. Men Bastian YouTube'dan ko'rib turaman sizlar anolarni, madam ekan, xushdagi hammasini. Shu kechaga nasib qilgan ekanda kelish. Endi aka siz Muhammad Said aka shu boshingizdan ko'p narsa o'tdi-da siz. To'g'rimi? Bu kasallikni 17 yil og'radingiz, lekin 17 yil ichida 41 yilda qilmagan odamlarning ishini qilib tashladingiz hammasini. To'g'ri. Ko'p narsa o'tdi. O'sha davrlarga ham borib keldingiz. Siz nima deb tavsiya berasiz operatsiya bu qildirmoqchi bo'lgan bemorlarga yoki shu bilan kasallik bilan og'rib yurgan bemorlarga? Kesin mana bir kunda xolos bo'ldik og'riqdan. Sizlarga katta rahmat hammalaringizga. Oilalaringizga tinch xotirjamlik, o'zlaringizga sog'lik, salomatlik, mana xudo ishlaringizga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Ishlaringizga omad, borlaringizga shukr.